Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasida ko'rib o'tilgan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar va buyumlar internet texnologiyalariga bag'ishlanib, bugungi mavzu doirasida biz aynan katta ma'lumotlar bilan ishlash texnologiyasini, big data texnologiyalariga alohida to'xtalib o'tamiz. Albatta bu texnologiyani ham oldingi ko'rib o'tgan texnologiyalarimizdagi kabi ma'lum bir tarixga ega. Terminni kelib chiqish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu atama birinchi eslatmasi 2005-yillarda O'Reilly media kompaniyasining nashrlarida demak ko'zga tashlandi. An'anaviy ma'lumotlarni boshqarish va qayta ishlash texnologiyalari murakkabligi va katta hajmlari tufayli bardosh bera olmaydigan ma'lumotlarni qandaydir tarzda aniqlash zarurati bilan bog'liq termin sifatida demak izohlangan. Katta ma'lumotlar tushunchasi nisbatan yangi bo'lsa-da, albatta buni kelib chiqishi birinchi ma'lumotlar markazlari, qolaversa relatsion ma'lumotlar bazalarini ishlab chiqish davriga borib taqaladi. Ya'ni 1960-1970-yillarga demak to'g'ri keladi. 2008-yilda bu ma'lumotga alohida e'tibor qaratamiz. Nature jurnalining muharriri Clifford Lynch tomonidan katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatlarini ochadigan texnologiyalar fan kelajagiga qanday ta'sir qilishi mumkin degan bir mavzuda maxsus sonda big data atamasi aynan demak ishlatildi ushbu maqolada va Lynch katta ma'lumotlar tushunchasiga shunaqa bir fikr yuritdiki, sutkasiga 150 gigabayt hajmga ega bo'lgan har qanday ko'rinishdagi ma'lumotlar demak tegishli bo'lishi mumkin. Biroq hozirgi kungacha ma'lumotlarning yagona o'lchov birligi aynan aniq emas. 2009-yilda bu atama biznes matbuotda keng yoritildi. 2010-yilda birinchi mahsulotlar va yechimlar paydo bo'la boshladi. 2011-yilga kelib eng yirik axborot texnologiyalari provayderlarining aksariyati big data konsepsiyasidan foydalanib o'zlarini ma'lum bir yechimlarni taklif qilishdi. Jumladan IBM kompaniyasi, Oracle, Microsoft, HP kompaniyasi, AMC kompaniyalarini misol keltirishimiz mumkin. 2011-yilda Gartner o'sha big data texnologiyalarini qabul qilish, ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash, savdo va hukumat sohalarida ham axborot texnologiyalari yondashuvlarga ta'sir ko'rsatishini demak bashorat qilganligini ko'rishimiz mumkin. EBC kompaniyasining ma'lumotlariga qaraganda 2003-yilda 5 exabayt ma'lumot yig'ilganligi qayd etiladi. 2015-yil may oyiga qadar dunyoda yig'ilgan ma'lumotlarning hajmi 6,5 zettabaytdan oshgan bo'lsa, 2023-yilda aynan insoniyat 40-44 zettabayt raqamli ma'lumotlarni hosil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu o'lchov birliklari ma'lum bir ma'noda bizga bir yangi endi eshitilayotgan bo'lsa-da, buni quyidagi bir misollar bilan izohlashimiz mumkin. Masalan, mana bir minutda, ya'ni 60 soniyada ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ladigan turli xil xatti-harakatlarni statistikasini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Twitterda bir minutning ichida 98 mingdan ortiq tweetlar yozilishi, Facebookda 695 mingdan ortiq statuslar yangilanishi yoki Instagram tarmoqlarida 11 milliondan ortiq xabarlar, Google qidiruv tizimlarida 700 mingga yaqin ma'lumotlar izlanishi va boshqa bir qator ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Aynan mana shu joyda bugungi kunda dunyo miqyosida bir daqiqada 1820 terabayt axborot demak bir daqiqada demak yaratilyapti. Qolaversa aynan mobil web foydalanuvchilari ham 217 dan tashkil etyapti bir daqiqada demak hosil bo'lishi va bu ma'lumotlarning paydo bo'lishini yana bir ushbu birliklar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, eng kichik o'lchov birligi bayt deb qarasak, 1 kilobaytimiz demak 1024 baytga teng. Ma'lumot uchun 50 kilobayt siqilgan hujjat demak tasviri, ya'ni 50 kilobayt degan bir o'lcham siqilgan hujjatni tasviriy hajmga teng.
keyingisi 1 megabayt, ya'ni 24 megapikselli kameradan olingan yuqori aniqlikdagi faylning hajmi taxminan 50 megabayt tashkil etadi. Bu yerda biz uchun mana yangi termin sifatida, yangi o'lchov birligi sifatida ishlatilgan peta, eksabayt, zetabayt hamda yotabaytlarga to'xtaladigan bo'lsak, 1 petabayt bu taxminan 1,5 million CD qiymatiga ega bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olyapti. 1 eksabayt bu taxminan 2012-yilda internetda har kuni yaratilgan raqamli ma'lumotlar miqdori, ya'ni 2012-yilda har kun yaratilgan ma'lumotlar hajmi 1 eksabaytni tashkil etgan. 1 zetabaytchi bu taxminan 30 milliard 4K hajmdagi, 4K formatdagi, demak, filmlarni umumiy hajmiga teng. Va 1 yottabaytni e'tibor qaratinglar. Backblaze o'sha kompaniyasi, tahlil kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra 1 yottabayt saqlash uchun millionta ma'lumotlar markazlari kerak bo'lishi demak qayd etilgan. Ya'ni bu juda katta hajmdagi axborotlar paydo bo'layotganligini, juda katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash zaruratini nima keltirib chiqaryapti. Aynan mana bugungi kunda aytayotgan katta hajmdagi ma'lumotlar qanday va kimlar tomonidan ishlab chiqilyapti? E'tibor beradigan bo'lsak, ushbu slaydda buni izohlari berilgan. Katta ma'lumotlarni ishlab chiqish aynan tarmoqlar va asosan ijtimoiy tarmoqlardan va bu yerdagi barchamiz o'sha faol harakat qilyapmiz va barchamizni ma'lumotlarimizdan paydo bo'lyapti. Ikkinchisi ilmiy asbob uskunalardan. Bu demak har xil ma'lumotlarni yig'ish natijasi qabul qilinadi. Undan tashqari mobil qurilmalar, barcha obyektlarni doimo kuzatib borish, doimiy faoliyat olib boradigan demak tizimlar bor. Aynan mana bu tizimlar ham juda katta ma'lumotlarni paydo qiladi va 4-chi muhim bir manba bu sensor texnologiyalari va tarmoqlar. Barcha turdagi ma'lumotlarni o'lchash, biz o'sha ko'rib o'tadigan keyingi mavzulardagi buyumlar internet texnologiyasini asosiy demak manbai ham aynan mana shu big datani demak tashkil qiladi. Xo'p, big data terminiga ta'rif beradigan bo'lsak, katta ma'lumotlar bu sifat jihatdan yangi foydali ma'lumotlarni tashkil qilishni ta'minlaydigan taqsimlangan axborot tizimlarida juda katta hajmdagi ma'lumotlarni, qolaversa tuzilmagan ma'lumotlarni samarali qayta ishlash texnologiyasi va usullarini bir butun demak tizimi deb qarashimiz mumkin. Big data texnologiyalari yashirin ma'lumotlar va faktlarni ochib berish orqali mega ma'lumotlar to'plamining imkoniyatlarini ochish imkonini beradigan xizmatlarni ham taqdim etadi. Bu juda tez sur'atlarda o'sib borayotgan tizim sifatida qaraladi. Va bu tizim ma'lum bir ma'noda raqamli ma'lumotlar to'plamidan tashkil topgan. Big data biznes jarayonlarini optimallashtirish, avtomatlashtirish, to'plangan ma'lumotlarga asoslangan eng samarali qarorlarni qabul qilishni ta'minlash maqsadida axborotlarni saqlash, qayta ishlashning innovatsion usullarini ham o'z ichiga olishini ko'ramiz. Big data tushunchasiga ba'zi bir misollarni keltirib o'tamiz dunyo miqyosida. Misol uchun IBM kompaniyasi davom etadigan kassa operatsiyalariga katta ma'lumotlar usullarini demak qo'llaganligini ko'ramiz. Va bularning yordamida 15% ga ko'proq soxta bitimlar aniqlangan. Bu esa himoyalangan mablag'larning miqdorini 60% ga oshirish imkoniyatini bergan. Shuningdek, tizimni noto'g'ri signallar bilan bog'liq muammolarni ham hal qilinishi demak ko'zga tashlanadi. Qolaversa, keyingi misolimiz Visa kompaniyasi tomonidan. Bu kabi Visa shu kabi boshqa operatsiyalarni amalga oshirish uchun amalga oshirilgan turli xil firibgarliklarni kuzatib, big datadan foydalangan. Va buning yordamida ular har yili 2 milliard dollardan ko'proq mablag'ni tejaganligini ko'rishimiz mumkin. Germaniyada mehnat vazirligi ishsizlik bo'yicha nafaqa berish bo'yicha katta ma'lumotlar tizimini joriy qilish orqali e'tibor beramiz bu raqamga, xarajatlarni 10 milliard yevroga kamaytirishga muvaffaq bo'ldi. Aynan shu bilan birga ushbu texnologiyani qo'llash natijasida o'rganilgan juda muhim fakt, fuqarolarning 5 dan 1, ya'ni 20% bu imtiyozlarni hech qanday sababsiz olayotganligi deb aniqlangan. Qolaversa, yana bir muhim bir misol, big data o'yin sanoatida ham keng miqyosda foydalanyapti. Ya'ni World of Tanks o'sha o'yinning ishlab chiqaruvchilari barcha o'yinchilar haqida ma'lumotlarni o'rganishdi va ularni faoliyatini mavjud ko'rsatkichlarini demak solishtirishdi. Va bu orqali kelajakda o'yinchilarni ketishini taxmin qilish uchun demak bu texnologiya juda katta ularga yordam berdi va qilingan taxminlarga asoslanib
tashkilot vakillari foydalanuvchilar bilan yanada samarali bir aloqani, hamkorlikni yo'lga qo'yish strategiyalarini ishlab chiqishdi. Katta ma'lumotlar texnologiyalarini an'anaviy tahlilga nisbatan kengroq imkoniyatlarni taqdim etadigan texnologiya hisoblanadi. Qayta ishlangan ma'lumotlarning sezilarli darajada ko'pligi, uni qayta ishlash usullarining keng doirasi va qayta ishlashga mo'ljallangan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishning mukammal usullaridan foydalanish imkoniyatlari aynan ushbu texnologiya tomonidan taqdim etiladi. Ushbu jadvalda aynan an'anaviy tahlil usullari hamda katta ma'lumotlar tahlil usullarining imkoniyatlari taqqoslanavi jadval sifatida berilgan. Taqqoslash mezonlariga e'tibor qarasak, ular taqdim etadigan imkoniyatlari, axborotning miqdori, saqlash usullari, tuzilmaviy ma'lumotlar, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash modeli. Agar aynan shu mezon bo'yicha qaraydigan bo'lsak, an'anaviy usulda vertikal modelda amalga oshirilsa, katta ma'lumotlar tahlilida bu demak gorizontal model asosida amalga oshiriladi. Bundan tashqari mezonlar orasida ma'lumotlar aloqasi, saqlash turlari, qayta ishlash usullari, tasvirlash usullari va masshtablashtirishni demak ko'rishimiz mumkin. Aynan masshtablashtirish masalasi katta ma'lumotlar tahlilida imkoniyat sifatida demak beriladi. Katta ma'lumotlardan foydalanishning bir qancha texnologiyalar keng demak talqin etiladi. Bular tepa texnologiyalar, onlayn tranzaksiyalarni qayta ishlash tizimlari bu 20-asrning o'rtalaridan demak yarmidan keyingi paydo bo'lgan texnologiya sifatida qaraladi. Keyingi 20-asrning oxirlarida paydo bo'lgan OLAP tizimlari, ya'ni onlayn tahlil ishlov berish tizimlari va 21-asrning boshlarida paydo bo'lgan RTAP texnologiyalari, ya'ni real vaqtda tahlil ishlov berish, ya'ni katta ma'lumotlar arxitekturasi va texnologiyalarni misol keltirishimiz mumkin. Bugungi kunda aynan mana shu katta ma'lumotlar tushunchasi paydo bo'lganligi sababli ma'lumotlarni yaratish va iste'mol qilish jarayonlarida ma'lum bir ma'noda model o'zgardi. Agar eski modelga qaraydigan bo'lsak, bir necha kompaniyalar ma'lumotlarni ishlab chiqarardi va qolganlari bu ma'lumotlardan foydalanishgan. Bugungi kunda esa model o'zgarganligi, ya'ni yangi model shuni anglatyaptiki, ma'lumotlarni ishlab chiqarishda ham barchamiz ishtirok etamiz va ularni iste'mol qilishda ham barcha o'sha jamiyat a'zolari ishtirok etadi. Katta ma'lumotlarni nafaqat ma'lumotlarni o'zi, balki ularni qayta ishlash va ishlatish texnologiyalari ham juda katta ahamiyatga ega. Katta ma'lumotlar uchun MetaGroup tomonidan 2001-yilda ishlab chiqilgan an'anaviy aniqlovchi bir xususiyatlar talqin etiladi. Ba'zi adabiyotlarda 3 ta, ba'zi adabiyotlarda 4 ta va ba'zi adabiyotlarda buni bir qancha demak talqinlarni ko'rishimiz mumkin. Asosan 3V demak modeli asosida ushbu tahliliy texnologiya yoritiladi. Birinchisi hajm, volume, ya'ni jismoniy hajmning qiymati, ikkinchisi tezlik, variety, ya'ni o'sish sur'ati va natijalarni olish uchun ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash zarurati va uchinchisi bu xilma-xillik, ya'ni velocity, ya'ni har xil turdagi ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida qayta ishlash qobiliyati ushbu tizimda mavjud. Bundan tashqari yuqorida aytganimiz kabi value, ya'ni qiymat, aniqlik o'sha modellari ham borki, ma'lum bir ma'noda ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash xarajatlarini oqlaydigan yoki bo'lmasa ularning ishonchligini yana ham oshiradigan imkoniyatlarni taqdim etadi. Big Data tahlil qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni demak tanlaydi va tizimlaydi. Katta ma'lumotlardan ilg'or tahliliy vazifalarni bajarish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Demak, tahlil qilishning 4 ta asosiy usullari mavjud. Bu birinchisi tavsiflovchi demak tahlil, ya'ni descriptive analytics. Keyingisi bashoratli tahlil, retseptiv tahlil va tashxisli demak tahlillarni o'z ichiga oladi. Katta ma'lumotlar bilan ishlash tamoyillariga qaraydigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tib ketdik, gorizontallik demak, ya'ni o'sha tamoyil, miqyoslik. Bu ma'lumotlar juda ko'p bo'lishi mumkinligi sababli ular saqlanadigan tizim demak kengaytirilishini demak talab etadi. Keyingisi xatolarga chidamlilik. Gorizontal miqyoslik demak klasterda ko'p sonli mashinalar mavjudligini demak anglatadi va aynan mana shu orqali mashinalar u yoki bu sabablarga ko'ra muvaffaqiyatsiz demak faoliyatlarni ko'rsatadi. Va uchinchisi ma'lumotlarning joylashishi. Katta tizimlarda ma'lumotlar ko'p sonli mashinalar bo'ylab turli xil o'sha o'lchamlarda taqsimlanadi va bu ma'lumotlar bir mashinada joylashgan bo'ladigan bo'lsa,
boshqa mashinada qayta ishlanish yoki bu ma'lumotlarni uzatish narxi hatto o'sha qayta ishlash narxidan ham oshib ketishi mumkin. Big data texnologiyalar bilan ishlash yoki ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida ham albatta ma'lum bir muammolar ko'zga tashlanadi. Katta ma'lumotlarning eng katta muammosi bu uni qayta ishlashning narxida. Yuqorida ham bu fikrni biroz to'xtalib o'tdik. Bunga qimmatbaho uskunalar va katta miqdordagi ma'lumotlarga xizmat ko'rsatadigan malakali mutaxassislarning ish haqi xarajatlari ham kiritilishi mumkin. Va ikkinchi muammo yana qayta ishlanishi kerak bo'lgan juda ko'p ma'lumotlar bilan bog'liq. Ya'ni agar tadqiqot 2-3 emas, balki ko'p sonli natijalar beradigan bo'lsa, obyektiv bo'lib qolish va umumiy ma'lumot oqimidan faqat hodisani holatiga real ta'sir ko'rsatadigan narsalarni tanlash demak juda qiyin hisoblanadi. Ba'zi bir tahliliy ma'lumotlarga to'xtalib o'tish maqsadiga muvofiq. Tarmoqlar katta ma'lumotlardan foydalanishda katta yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, boshqalari hali ham katta ma'lumotlarga yetarli e'tibor bermayotganligi ko'zga tashlanadi. 25-yilga kelib e'tibor beramiz. Bank sohasida katta ma'lumotlar tahlili bozori 62,10 milliard dollargacha o'sishi bashorat qilinyapti. Bank sohasida katta ma'lumotlarning statistikasiga ko'ra, Jahon bank sektori infratuzilmasi allaqachon bu texnologiyalarni tahlil qilishni o'z faoliyatiga tatbiq qilgan. 2013-yil holatiga qaraydigan bo'lsak, jahon moliyaviy sektorining 64% allaqachon katta ma'lumotlarni o'z infratuzilmasiga kiritgan. 2015-yilda bozor hajmi 12 milliard dollarga yetgan bo'lsa, 19-yilga kelib katta ma'lumotlarning bank operatsiyalari tahlili bozori 29,87 milliard dollarni tashkil etgan. 2020-25-yillar orasida bank sohasida katta ma'lumotlar tahlili bozor o'rtacha yillik o'sish sur'ati taxminan 13% ni demak tashkil etyapti. Katta ma'lumotlar bozori 20-yilda taxminan 200 milliard dollarga baholangan bo'lsa, 22-yilda bu 274,3 milliard dollargacha o'sishi va oxirgi o'sha 5 yillikda bu o'sish sur'ati taxminan 13% ni tashkil etishi bashorat qilingan va 2027-yilga kelib 103 milliard dollargacha o'sishi va dasturiy ta'minot segmenti 45% ni tashkil qilishi demak kutilmoqda. Bundan tashqari yana boshqa bir tahliliy ma'lumotlar bor. Forbes jurnali ma'lumotlariga to'xtaladigan bo'lsa, 2025-yilda borib real vaqt rejimida 150 zettabayt yoki bo'lmasa 150 trillion gigabaytdan ortiq ma'lumotlar tahlil qilinishi bashorat qilingan. Va u jurnalning ma'lumotlariga ko'ra, kompaniyalarning 95% dan ortig'i tuzilmagan, ya'ni strukturalanmagan ma'lumotlarning bir nechta to'plamini boshqarishda demak yordamga muhtoj ekanligi ko'rinadi va kompaniyalarning 40% esa katta ma'lumotlar bilan shug'ullanish kerakligidan demak to'xtalib o'tiladi. Ushbu ma'lumotlar va mana bu infografika bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. Bu slayd 2023 va 2030-yillarda aynan Big Data bozorni hajmini demak o'zgarishi yuqoridagi o'sha raqamlarda tahlillarda bergan ma'lumotlarimiz ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.